Sharq Turkiston xalqining faxrlik o'g'loni, yorqin va o'tkir da'vatlar bilan jamoatchilikka kiram jihat deb tonilgan, Xitoy kommunistlarining ko'ziga tig' bo'lib sanjilgan, Allohning kalimasini ustun qilish yo'lida hech bosh egmagan tez pukmas Qaysar Abdukarim qori Xitoy turmasida shahid qilindi. Bu munosabat bilan 7 dekabr juma namozidan keyin necha minglagan muhojiratdagi qarindoshlar Sharq Turkiston o'limala birligining yetakchiligida Istanbul Kichikchehmi Gultepa mahallasidagi Fatih jamoasida marhumga g'oyibona janoza namozi o'qidi. Uyg'ur rayonida bulturdan boshlagan atalmış 200limchilikka qarshi harakat do'lqinida o'rmonchilik nazoratining sobiq noziri Muhammad Abdullaning bultur 5-oyda tutqun qilinganligi jamiyat xabarlarida tarqalib yurgan edi. Erkin Osiyo radio stansiyasining muxbiri Sharq Turkistondagi har darajalik idora organlariga qarata elib borgan aniqlashlar davomida bu yil 68 yosh kirgan pensiyaga chiqqan nozir Muhammad Abdullaning 200limchilik bilan ayblanib tutqun qilinganligi dalillandi. Mehmet Abdullah 1950-yili Korelida tug'ilgan. 1983-yildan 1993-yilgacha Korelida 2 navbat shahar boshliq bo'lib vazifa o'tagan. 1993-yildan 1997-yilgacha Korelida Tarim vodiysi boshqarish idorasining boshlig'i bo'lgan. 1997-yildan 2008-yilgacha o'rmonchilik nazoratining noziri bo'lib vazifa o'tagan. 2008-yili 3-oyda dam olishga chiqqan. Xalq ishlar nazorati 4-dekabr G'uljinoyisida asos qatlamdagi xalq ishlar kadrlariga kurs ochib, ijtimoiy rayon va kent aholilarini qanday kontrol qilish, ularning ijtimoiy farovonlik, nikoh, dafna va bolalar ishlarini ishlash qatorliq masalalar haqida ko'rsatma bergan. Jungo xabarlar to'rining oshkorlashicha, mazkur kursga Oltay, Cho'chak, Sanji, Bo'rtala, Ko'rli qatorliq 9 viloyat, oblast va shaharlarning asos qatlamlaridagi 400 dak xalq ishlar kadri qatnashgan. Asos qatlamdagi xalq ishlar kadrlarining universal kasb iqtidorini o'stirish kursi nomidagi mazkur kurs Xitoy kommunistlari oz deganda 1 million dak Uyg'urlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, nurg'un oilalarning vayron bo'lishini, bolalarning egichaqis qilishini, nurg'un oilalarning iqtisodiy manbasining uzilib, qutqizishga aylanib qilishdek vaziyatni shakllantirgan bir mezgilda ochilgan. Bu ahvol xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining muhojiratdagi Uyg'urlar va g'arb davlatlarining cho'nqur andisini qo'zg'agan. Amerika Davlat Majlisining ba'zi kengash va Avom palata a'zolari yig'inida Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini o'tirg'a qo'yib, Uyg'urlarni qo'g'dashni, yuqorqi vaziyatning kelib chiqishida mas'uliyati bor Xitoy amaldorlarini jazolashni talab qilgan edi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish Bingtuanni to'rining 3-dekabr xabarida oshkorlashicha, Avtonom rayonlik partikum va Bingtuan doiralari Bingtuan miqyosida qishliq umumiylik harbiy mashq boshlanish oldida yana 2-dekabr maxsus yig'in chaqirib, Bingtuanning vazifasini eskartgan. Yig'inda Avtonom rayonlik partikum muavin sekretari, Bingtuanning partikum sekretari Sun Chinglong, Bingtuanning markaz topshirgan alohida strategik vazifani yaxshi o'rinlashi, buning uchun harbiylik xarakterini joriy qildirishni kuchaytirish kerakligini jiddiy ta'kidlagan. Oldingi hafta Zimiston to'rining xabarida Uyg'ur rayonidagi Qumul, Sanji, Kuytun, Shexanza, Xotan qatorliq joylarda yerlik doiralarning Xitoy fuqarolarining to'mir qalpoq, qalqon, o't o'chirish asbobi, palay, mudofaa pinjiga qatorliq aslahalarni setib olib, qo'shni uylardagi musulmon Uyg'ur aholilariga qarata ijtimoiy muqimlikni qo'g'dashni talab qilganligi ilgari surilgan edi. Shundaqla xabarda yana Xitoyning bu tadbirining Uyg'urlarning davlatga qarshi isyon ko'tarishining oldini olishga munosabatli ekanligi bildirilgan. 4-dekabr Sharq Osiyo Tinch okean va xalqaro tor bexatarligi siyosiy komiteti Xitoydan kelayotgan xiristlar temisidagi guvohlik berish yig'inining 3-bo'ligini o'tkazdi. Oldi bilan mazkur komitetning raisi Amerika Kengash palatasining a'zosi Cory Gardner so'z qildi. U so'zida Amerika tashqi siyosati o'tgan necha 10 yil jarayonida
Xitoyni sovuq urushdan keyingi yangi dunyo tartibiga elib kirish orqali uni erkinlik va demokratiyaga boshlashni ko'zlaganligini, ammo navbatdagi munosabatli dokladlardan Xitoyning buning aksicha yo'lda mengayotganligi ma'lum bo'lganligi, shuning bilan birga Xitoyning boshqa davlatlarning egilik huquqini qurbon qilish badaliga o'zlarining zo'migarlik o'rnini tiklamoqchi bo'layotganligini, Xitoy va Rossiyadagi bu xil hokim mutlaqlik asosidagi kengaymichilikning navbatda Amerikaning davlat manfaatiga bevosita xirslarni paydo qilayotganligini tilga oldi. Yig'inning savol-javob bo'ligida yana Amerika-Xitoy savdo munosabatida inson haqlarining qanday o'rin olishi, Uyg'urlarning bostirishga uchrashi qarta musulmonlar dunyosini qanday harakatga keltirish qatorliq ko'plagan temalar bo'yicha savollar so'raldi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi yig'inning xotiralari Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Oqsaroy va davlat majlisiga suniladigan bo'lib, ularning Xitoyga qarta tashqi siyosatlarni tuzishida muhim foydalanish materiali bo'ladi ekan.